Hammaga salom. Rossiyadagi oziq-ovqat narxlari sizga ham qiziqmi? Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu safar uyimiz yaqinidagi magazindan bozorlik qildik. Shularni sizlarga ko'rsatib, oxirida общий summani aytaman. Mana shularning hammasi bizga 7400 rubl, ya'ni $80 ga tushdi. Sizningcha Rossiyada yashash qimmat yoki arzon? Nima deb o'ylaysizlar? Mani sahifamga obuna bo'ling. Videolarimda Rossiyadagi hayotimizni ko'rsatib boraman.